Balog'at marosimida qizimga yozgan xat. Hayotingizdagi tangdoshsiz palla bo'lmish balog'at, o'tgan kuningizga o'qilgan madihiya, atingizga berilgan bishorat, shundaqla qanot quyruqingizni ruslab, mustaqil parvoz qilishga taraddudlanganligingizning belgisi. Ilgari oila va maktabning homiligida o'sgan edingiz. Mana endi o'zingiz va oilangiz oldida mas'uliyatni mustaqil zimmangizga ilib, el uchun ter to'kisiz. Ko'z ko'hirim qizim. Maktabning sizga aytar yurak so'zimizni xat orqali bayon qilish fursati yaratib berganligiga tashakkur. Mush xatni yozish uchun qo'lga qalam olganimizda hang-tang qoldik. Hayhat! 1991-yili yuriq dunyoga ingalab ko'z ochgan bu vaqtingiz. Mana ko'zni yumib ochguncha cho'ng odam bo'lib qoldingiz. Siz tug'ilgandan tortib hozirgacha yiningizdan ayrilmay, veliqlab kulgan tunji kulgingizni. Burduq qo'llaringizda yerni tirab o'milgingizni. Dada apa deb tilingiz chiqqanligini, tamtilab mang'anligingizni. Maktab bo'zg'isidan atlaganligingizni o'z ko'zimiz bilan ko'rgan edik. Ishqilib, hozirgacha bosgan umr manzilingizning tirik shohidi edik. Ammo hash-pashtigacha balog'atga yetib qolganingiz garchi reallik bo'lsa-mu, nemishqidir uningdan hayron qilishmoqdamiz qizim. Dadangiz ishkimiz xatga nim deb yozish ustida o'ylanganimizda oldi bilan kallamizga kelgani qoyillik bo'ldi. Jinim qizim, yurak so'zimiz shuki, sizga qoyilmiz. Dilimizning huzurisiz. Kichikingizdan tortibla aqlliq o'sganligingizning sababini bilmaymiz. Faqat yig'idim bidor, lahil yaqutdek og'zingizni yo'g'on ichib veliqlab kulishingiz yodimizda. Shundoq. Yasliga oldirish uchun salomatlik tekshiradigan chog'da boshqa bolalarning o'qildan qo'rqib qiyachaga yig'layotganligini ko'rib, sestraga "Ajosh, men-chu yig'lamayman" degan edingiz. Peshqim kuni 2 yoshga amdi to'shgan sizni ko'tarib bir tup daraxtning soyasidan o'tganimda shohirona hissiyot bilan "Apa, biz hozir beshimizga daraxt talab ekidik" degan edingiz. 7 yosh chog'ingizda eng yaxshi ko'radigan bir parcha to'tni uyga kelgan mehmonning bolasiga nafsingizdan kechib o'tingan edingiz. Boshlang'ich maktabda o'qiyotgan chog'laringizda amon-esanlik tuyg'ungiz menikidan kuchli bo'lg'achqa, bishoratlaringizning sharofati bilan balo qazodan omon qilgan edim. Sizning aski-asaq yuragimizni lol qildigan qiziqishlaringiz bekmi jiq edi. Kichikingizdan tortib nihoyat muloyim va ig'ir besiq edingiz. Boshlang'ich va o'rta maktablarda izchil a'lochi bo'lib o'qigan bo'lsangiz-mu, o'zingizni har qachon boshqalardan ustun tutmaydingiz. Kamtarligingiz bilan bizni faxrlantirdingiz. Sizdagi kamtarlik qandaqdir shaklan ko'rimlik emas, balki yuringingizdan balqib chiqqan xislat. Mushu xislatingizning peshoningizni o'ng, yo'lingizni ochiq qildiganligiga ishonamiz, bolam. Endi 16 yoshga kirdingiz. Sinfingizga boshqa bolalarga tanglashishga yana 2 yil bor. Ammo qimmat qarashingiz, ish kuchlardagi ipingiz, fikringiz, hukmlaringiz quramiga yetganlardan qilishmaydi. Bu izguliklaringizga bekmi qoyilmiz. Masalalarni xuddi cho'ng odamlardek tahlil qila olganligingiz uchun hamisha sizdan chin ixlosimiz bilan maslahat olatdik. Jismingizdan bolalarning yetilishi qandaqdir yoshning cho'ngishiga ergishib emas, balki axloq cho'g'lanmasidan derak berganligini tunib yetdik. Hayotingizdagi tangdoshsiz palla bo'lmish balog'at, o'tgan kunlaringizga o'qilgan madihiya. Atingizdan berilgan bishorat. Shundaqla qanot quyruqingizning ruslanib, mustaqil parvoz qilishingizga taraddudlanganligingizning belgisi. Ilgari oila va maktabning homiligida o'sgan edingiz. Mana endi o'zingiz va oilangiz oldida mas'uliyatni mustaqil zimmangizga ilib, el uchun ter to'kisiz. Dadangiz ishkimizning qirollar qatoriga qo'shilish oldidagi sizdan kutadigan umidimiz shuki, kelgusi hayotingizda oldi bilan samimiy, oq ko'ngil, ko'zi to'q, o'ng'liq odam bo'ling. Turmushdagi ziddiyat va ko'ngilsizliklarni obdan hal qila oladigan, beshiga kun tushganda vaysimaydigan, hayotdan shodlik topa oladigan umidvor odam bo'ling. Yaxshi turmush odatingizni tashlamang. Vaqtingizni obdan o'rlashtirib, har kunlik chiniqishni unutmang. Tiningiz sog'lom bo'ladi. Sizga deydigan yurak so'zimiz nihoyat jiq edi. Ammo bu bir parcha xatga hammani yezib bo'g'il bo'lmaydi ekan. Oxirgi gapimizga quloq soling. Balog'at marosimida o'zingiz uchratgan barliq odam va ishlarga,
Cümleden ata-anаңыз, muallimləriniz, savaqdaşlarınız, dostlarınızға, şundaqla məktəb və cəmiyyətə təşəkkürünüzü bildirin. Çünki onların həmmisi sizə illiq bağrını açıdı. Sizdən tağdək minnətdar arzulu qızım. Hər gününüz şad-xoramlıqda ötkəy. Dadınız, apınız. 2006 yılı 12 ayının 22 günü.